to'rtta super produkt haqida sizlar bilan bo'lishmoqchiman. Sog'lom, chiroyli, yosh bo'lishingiz uchun. Birinchisi bu to'g'ri ovqatlanish orqali oqsilni ko'p iste'mol qilish. Ikkinchisi bu jismoniy mashqlar, kuniga 15-30 minutdan. Uchinchisi bu psixologik kurslar yoki psixologik kitoblar yoki har kuni shukrona daftari tutib yozib borish. Va to'rtinchisi bu vitamin 15 ta vitamin degan va 30 ta minerallarni yil davomida to'g'ri qabul qilish. Agar shu vitamin minerallar haqida ko'proq ma'lumotga ega bo'lishni istasangiz, unda menga murojaat qiling. Men sizlarga to'g'ri qanday qabul qilishlikni aytib beraman.